Mortal Master 55, Mortal Master 55L. Bu uskuna katta qulayliklarni ta'minlaydigan kichik detallarga e'tibor qaratib ishlab chiqaradigan tayyor gips mashinasi. Gips rodband qorishmani tayyorlash, yetkazib berish, pardozlashda mukammal qiladigan har bir detal va ehtiyot choralari haqida o'ylangan uskuna. Uning ikki xil MM55 va MM55L modellari mavjud. U elektr quvvatida ishlaydi. Uning yordamida 8 soat mobaynida 300 kvadrat metr maydonni suvoq qila olish mumkin. U juda aqlli elektron chip bilan jihozlangan. Suvning bosimi tushib ketishi bilan avtomatik tarzda dvigatelni o'chiradi va dvigatelga ortiqcha yuk tushishini oldini oladi. Uning to'plamida suv shlankasi, qorishmalar shlankasi, pistolet, rotor, stator, elektr kabeli tozalash uchun mo'ljallangan to'p va boshqalar bor. Uning dvigateli, kompressori va reduktoriga 1 yil muddatga kafolat beriladi. 1 yil vaqt ichida qayta ta'mirga muhtoj bo'lib qolgan taqdirda mutlaqo bepul qayta ta'mirlab beriladi. Nasosli dvigatel 5.5 kW 400 rpm. O'lchamlari 1055, 720, 1550 mm. Umumiy og'irligi 250 kg.